Instagramda virusda aylanayotgan bu salatni men ham tayyorlab ko'rmasam bo'lmas. Mazali. Qani ketdik. 3 dona pomidorlarimizni katta bo'laklarga bo'lib olamiz. Chesnoklarimizni mayin bo'laklarga bo'lib, navbatni ko'katlarga beramiz. Chuqur o'zingiz yoqtirgan ko'kat, chesnok, murchni birlashtirib, yaxshilab aralashtiramiz. 1 osh qoshiq tomat, yarim litr suv, yarim qoshiq tuz, yarim qoshiq shakar, yarim qoshiq olma sirkasi solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Aytgancha shakar tomatni taxirini olishi uchun. Bilasiz-a, tayyorlayotgan paytingizning o'zida ishtahalaringiz ochilib ketishiga man kafilman. Zelin pomidor, zelin ketma-ketlikda bankamizni to'ldirishni boshlaymiz va oldindan tayyorlab olgan tomatli sokimizni ustidan quyamiz. Bankamizning og'zini yopib, yaxshilab aralashtiramizda, iloji boricha 1 sutkaga xolodilnikka qo'yamiz. 1 kechaga qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu salatimizning yana bitta siri eng mazali pomidor tanlashdadir. Albatta tayyorlab ko'ring, uydagilaringizga yoqadi degan umiddaman.